Diqqat! Mart oyi pensiyalari haqida xalqqa xushxabar aytildi. 2026-yil mart oyi uchun pensiya to'lovlari 100% moliyalashtirib berildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, pensiya jamg'armasi tomonidan jami 4,1 million nafar pensiya oluvchi fuqarolarimiz uchun mablag'lar tijorat banklariga yo'naltirildi. Bugungi kunda pensiya oluvchilarning 82%, ya'ni 3,4 million nafari pensiyalarini naqd pulsiz shaklda, ya'ni bank kartalari orqali oladi. Mazkur fuqarolarimizning bank kartalariga mablag'lar to'liq tushirib berilishi ta'minlandi. Pensiya pullarini naqd shaklda oluvchi fuqarolarimizga esa 4-martdan 27-martga qadar tasdiqlangan grafiklar asosida Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan mahallalarga yetkazib beriladi. Shuningdek, eslatib o'tamiz, bugungi kunda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,271,000 so'm, bazaviy hisoblash miqdori 412,000 so'm, yoshga doir eng kam pensiya 918,000 so'm, nogironlik pensiyasining eng kam miqdori 1,12,000 so'm, kambag'allik chegarasi ya'ni minimal iste'mol xarajatlari kishi boshiga 669,000 so'm, 3 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun bolalar nafaqasi 360,000 so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165,000 so'm, 3 va undan keyingi har bir farzand uchun 110,000 so'm, kam ta'minlangan oilalar uchun oylik moddiy yordam miqdori 420,000 so'm etib belgilangan, deyiladi xabarda.